Qo'llarimga tegmadi, musiqa lablarimga yaqinlashmadi. Hatto oramizdagi masofa bir qadamdan kamaygani yo'q. Ammo u o'sha oqshom mening qalbimni shunday yechintirdiki, erim 10 yillik turmushimiz davomida buni biror marta uddalay olmagan edi. Musiqa, haqiqiy xiyonat nima o'zi? Begona to'shakmi? Yoki musiqa, nikohdagi eringiz yonida yotib xayolingizda o'zga insonning iliq so'zlarini qumsashmi? Bugun sizga aytib beradiganim musiqa shunchaki hikoya emas. Bu yolg'izlikdan muzlagan ayolning bir finjon musiqa choy ustida topgan olovli ammo taqiqlangan baxt haqida. Bugun uyimizda Go'rkov sukunati hukm musiqa surardi. Lekin bu tinchlik emasdi. Bu portlashdan keyingi vayrona sukunati edi. Devorlar ham, deraza pardalari ham mening xorlanganimga guvoh bo'lib, musiqa uyalib turgandek tuyulardi. Kechagi oqshom. O'sha mash janjal hali ham qulog'im ostida jaranglaydi. Musiqa, erim Akmal, uning ko'zlaridagi o'sha sovuq nafratni ko'rishdan, musiqa, og'irroq narsa bormi? Oddiy tuzni unutganim uchun dasturxonni musiqa agdarib tashlagani, sen ayol emassan, shunchaki uyimdagi tekin xo'and baqirgani. Har bir so'zi yuragimga jar musiqa kabi sanchildi. Keyin esa eshikni shunday qattiq yopib, musiqa chiqib ketdiki, uyimizning poydevori titrab ketdi. Mana oqshom tushdi. U hali ham yo'q. Qayerda? Kim bilan? Balki musiqa o'sha telefonda yashirincha gaplashadigan hamkasbir bilandir. Menga endi buning farqi yo'q edi, ichimdagi nimadir o'ldi. Musiqa, ayollik g'ururim, kuchishim, umidim. Hammasi chilparchin bo'ldi. Oshxonadaman. Choy damlayapman. Qo'llarim mexanik harakat musiqa qiladi. Lekin miyam karaxt. Faqat bo'gi chiqib turgan choynakka tikilib o'z hayotimning bog' kabi havoga musiqa uchib ketayotganini o'ylardim. To'satdan darvoza qo'ng'irog'i chalindi. Yuragim ko'krak qafasimdan musiqa chiqib ketayozdi. Bir lahza, faqat bir lahza umid qildim. Akmalmi? Musiqa qaytdimi? Uzr so'ragani keldimi? Sochlarimni to'g'riladim. Yuzimga majburiy tabassum niqobini kiydim. Musiqa, axir biz ayollar shundaymiz-ku, ichimiz qon yiglasa ham erimizga kulib qarashga o'rgatilganmiz. Eshikni ochdim, musiqa va nafasi og'zimga tiqildi. Ostonada Akmal emasdi. Uning aksi, lekin butunlay boshqa olam. Musiqa, qaynim Sardor turardi. Sardor u akasiga o'xshardi, lekin ayni paytda musiqa umuman o'xshamasdi. Akmalning ko'zlari doim sovuq va hissiz bo'lsa, Sardorning ko'zlarida quyosh, musiqa bor edi. Uning yuzidagi o'sha samimiy bolalarcha begubor tabassum. Qorong'u tushgan hovlimizni yoritib musiqa yuborgandek bo'ldi. Yengajon, assalomu alaykum, dedi u ovozi mayin. Xuddi shisha siniqlariga bosishdan qo'rqqandek musiqa ehtiyotkor. Akam uyda ekanliklarini aytgandilar. Telefonlarni ko'tarmayaptilar. Men eshik tutqini mahkam musiqa siqdim. Tomog'imga achchiq narsa tiqildi. Musiqa, vaykum assalom, Sardor, dedim. Ovozim titrab ketmasligiga urinib. U kishi ertalab chiqib ketgan edilar. Hali musiqa qaytmadilar. Sardor menga tikildi. Oddiy musiqa qarash emasdi bu. U xuddi mening terim ostidagi titroqni, ko'zlarimdagi yashirilgan yoshni, ruhimdagi jarohatni rentgen kabi musiqa ko'rib turardi. Akmal 10 yilda payamagan narsani u 10 soniyada payadi. Siz yaxshimisiz? Musiqa yengi bir qadam oldinga tashladi. Oramizdagi masofa qisqardi. Rangingiz dokadek oqarib ketibdi. Qo'llaringiz musiqa titrabdimi? Bu savol, bu oddiygina yaxshimisiz degan so'z meni parchalab musiqa tashlashiga oz qoldi. Chunki yillar davomida bu uyda mendan hech kim hol ahvol so'ramagan edi. Yaxshiman deb yolg'on gapirdim. Lekin ko'zimdan bir tomchi yoshinlar yuzimga dumaladi. Musiqa, Sardor indamadi, ortiqcha savol bermadi. Faqat ko'zlarida chuqur bir og'riq aks etdi. Yuring, ichkariga kirmaymiz, musiqa, dedi u sekin, hovlida so'rida o'tiraylik. Havo toza. Sizga, musiqa, biroz nafas kerak. Biz hovliga o'tdik. Tungi shabadada atir gullarida anqirdi.
Musiqa, men choy keltirdim. Piyolani unga uzatayotganimda barmoqlarimiz musiqa tasodifan bir-biriga tegib ketdi. Tok urgandek bo'ldi. Uning qo'llari issiq, juda issiq musiqa edi. Mening muzlab qolgan jonimga olovdek ta'sir qildi. Men shosha qo'limni tortib oldim. Lekin o'sha musiqa, harorat, o'sha lahzalik teginish butun vujudimda titroq uyg'otdi. Biz jim o'tirardik. Musiqa choynakdan chiqayotgan bog' o'rtamizda parda bo'lib turardi. Lekin bu sukunat og'ir emasdi. Musiqa bu qandaydir sirli, xavfli va yoqimli sukunat edi. Bilasizmi, yengi, dedi Sardor. Musiqa nigohini uzoq yulduzlarga tikib. Uning ovozi tun sukunatida baxmaldek yumshoq musiqa eshitildi. Odamlar ba'zan qo'llaridagi gavharni shunchaki oddiy musiqa, tosh deb o'ylashadi. Ular kor bo'lishadi. Men unga qaradim. Uning qirra burni, qalin musiqa kipriklari, biroz oychan nigohi. Nimani nazarda tutyapsiz, so'radim pichirlab. Sardor sekin menga o'girildi. Uning ko'zlari to'g'ri mening ko'zlarimning tubiga kirdi. Akamni, dedi u ochiqchasiga. Musiqa, u juda qattiq kor, ba'zan johil. Lekin men sizni bilaman. To'y bo'lgan musiqa kunidan beri kuzataman. Sizdagi sabr, sizdagi noziklik, bunday matonat har kimda ham musiqa yo'q. Yuragim duk-duk urardi. Bu gaplar, bu shunchaki musiqa, qaynichaning iltifoti emasdi. Bu erkak kishining e'tirofi musiqa edi. Sizdek ayolning ko'zlarida yosh ko'rish men uchun o'lim bilan barobar, dedi u ovozi biroz bo'gilib. Musiqa, bu so'zlar xanjal kabi, ammo og'riqsiz yuragimga kirdi. Men boshimni ekdim, yuzim lovillab yonardi. Musiqa. Uyatsizlikmi? Balki. Lekin o'sha paytda men erimning ukasi bilan gaplashayotganimni musiqa unutdim. Men shunchaki o'zini himoyasiz his qilgan ayol edim va qarshimda musiqa meni himoya qilishga tayyor toq turardi. Rahmat, Sardor, dedim yig'lamaslikka harakat qilib. Ba'zan shunchaki kimdir musiqa eshitishni xohlargan odam. Men eshitaman, dedi u stulini biroz yaqinroq surib, endi u menga ancha yaqin edi. Musiqa, uning ifori arzon odakolon emas, balki toza havosi va nimadir o'ziga xos erkak. Hidi demog'imga musiqa urildi. Men har doim eshitganman, yengi. Faqat aytishga haqqim yo'q deb o'ylardim. Bu nima edi? Musiqa sevgi izhorimi? Yo'q, bu undan yuqori edi. Bu dardlashish musiqa edi. Kecha Akmal bilan yana urushdik, dedim o'zimni tuta olmay. Dardim toshib ketdi. Men charchadim, musiqa, Sardor. Keraksizlikdan charchadim. Sardor musiqa chuqur xo'sindi. U qo'lini stol ustiga qo'ydi. Mushtini musiqa tugdi. Go'yo akasining o'rniga o'zi jazolanishni istagandek. Musiqa. Agar, dedi u sekin, juda sekin. Agar taqdir, musiqa, boshqacha bo'lganida, agar meniki bo'lganingizda, sizni kaftimda, musiqa, ko'tarib yurgan bo'lardim. Sizning bir dona kiprigingiz tokilishiga yo'l qo'ymasdim. Dunyo to'xtab musiqa qoldi. Shamol ham esishdan to'xtadi. Bu gap, bu taqiqlangan musiqa harom, ammo dunyodagi eng shirin gap edi. Men unga qaradim, musiqa uning ko'zlarida shunday olov yonardiki, bu olovda kuyib ketishga rozi edim. Biz chegarada turardik. Birgina noto'g'ri harakat, musiqa, birgina ortiqcha so'z va biz jar yoqasidan qulagan bo'lardik. Gunohcha. Lekin u ham, men ham o'sha chegarani buzmadik. Musiqa jismonan buzmadik. Ammo ruhlarimiz, ular allaqachon bir-biriga chirmashib musiqa ketgan edi. Hech qanday quchoqlashuv bo'lmadi. Hech qanday bo'lsa bo'lmadi. Lekin uning nigohlari lablarimda, bo'ynimda, musiqa sochlarimda shunday sayr qildiki, men o'zimni uning quchogida turgandek musiqa his qildim. Uning so'zlari meni sapsipaladi, erkaladi. Kechkira musiqa boshladi. Osmon qop-qora baxmalga burkandi. Biz soatlab musiqa gaplashdik. Bolalik orzular, armonga aylangan maqsadlar. Akmal bilan yillar davomida musiqa gaplashmagan mavzularimni Sardor bilan bir soatda gaplashdim. U meni tinglardi.
Shunchaki bosh irgab emas, balki musiqa yuragi bilan tinglardi. Nihoyat u o'rnidan turdi. Ketishim, musiqa kerak, dedi u istamaygina. Akam kelsa mendan xavotir olmasin, musiqa yoki noto'g'ri tushunmasin. Ichimda bir ovoz qol deb musiqa baqirdi. Ketma, meni yana o'sha muzlab qolgan uyga tashlab, musiqa ketma. Lekin tilim yaxshi, boring Sardor. Rahmat hammasi uchun, dedi. Musiqa u darvozagacha yurdi. Men ortidan kuzatdim. Uning keng yelkalari, musiqa dadil qadamlari. Eshik oldida u to'xtadi. Musiqa ortiga o'girildi. Oy yorug'ida uning yuzi juda jiddiy va azobli ko'rindi. Musiqa yenge, labbay, o'zingizni asrang, dedi u qat'i. Keyin musiqa biroz sukut saqlab qo'shimcha qildi. Siz baxtli bo'lishga loyiqsiz, musiqa, va unutmang, men har doim nima bo'lishdan qat'iy, musiqa, nazarsiz tomondaman. U ketdi, darvoza yopildi. Lekin u o'zi bilan mening yolg'izligimni ham olib ketgandek musiqa edi. Oshxonaga qaytdim. Sovib qolgan musiqa, choy, bosh stullar. Lekin endi bu boshliq meni qo'rqitmasdi. Derozadan tashqariga qaradim. Musiqa daraxtlar soyin chayqalardi. Men stulga o'tirib ko'zlarimni yumdim. Musiqa xayolimda uning siz baxtli bo'lishga loyiqsiz degan ovozi aksdo berardi. O'zimni gunohkor his qilishim musiqa kerakmidi? Axir men erimning ukasi haqida o'ylayapman. Lekin yuragimda shunday halovat bor ediki, musiqa, bu hisni gunoh deb atashga tilim bormasdi. Bu mehr edi, bu qadr edi. Bu musiqa ayol ekanligimni eslatgan bir iliqlik edi. Ehtimol ertaga hayot o'z iziga tusha. Musiqa, Akmal qaytib kelar. Yana o'sha baqir-chaqir, o'sha sovuq kunlar boshlanar. Lekin musiqa, bugungi oqshom, o'sha nigohlar, o'sha aytilmagan izhorlar mening qalbimning eng chuqur, musiqa, eng maxfiy sandig'ida abadiy saqlanib qoladi. Men chiroqni o'chirdim. Qorong'ulikda musiqa, lablarimda mayin tabassum paydo bo'ldi. Chunki men tushundim, muhabbat har doim ham vujudlar to'qnashuvi emas. Ba'zan eng kuchli muhabbat bu bir-biringa tegmasdan turib ruhlarni davolashdir, va men bu sirni, bu taqiqlangan musiqa, shirin tuyg'uni to'lgunimcha asrashga qaror qildim. Bu mening sirim. Bu mening gunohsiz musiqa xiyonatim. Musiqa, musiqa, musiqa.